bu qishloqqa kelib oldim qamoqxonadan qochib. Ular meni bilgani yo'q. Endi bu qishloqni hamma yigitni o'ldirib yuboraman dedilar. Chak, uka, barchasidan ko'malarsan shu. Va men yomon yangilik eshitib oldim. 91-qamoqxonadan mahbus qochib ketibdi va u to'g'ri bir qishloqqa kelayotgan. Qo'shnimga aytishim kerak. Qo'shni, taq-taq, jiringlatamadi. Taq-taq. Okazaman. Eshitdingizmi yangilik? 91-qamoqxonadan qochib ketibdi mahbus. Anku o'g'ri deyapman. To'g'ri bizni qishloqqa qarab kelayotgan. Bilmam, menga aytib kerak. Men menga aytib kelaman. Jim o'tiring. Ketdi, menga aytib kelishim kerak. Men taq-taq. Shamolarim bor. Men eshitdingizmi? 91-qamoqxonadan mahbus qochib ketibdi. To'g'ri bizni qishloqqa qarab kelayotgan. Men hozir boshqa anaqalarni gaplashib qo'ymay pulni beraman va qishlog'imizga qarab turish uchun men hozir seni kreativ ketgazaman. Qishlog'imizni poni o'rabchi. Bolalar, men kreativ ketib, qishloqda o'rab chiqishim kerak. Yangi ertan eshitasan. Ular men jicha turib menga kreativ beradigan mer. Ashuna foydalanib men qishloqda bego'shdan yo'q chiqaman. Bola hozir menga kreativ berganda yo'qaman. Bola mana endi men kreativman. Qalaysan, uchi meni. Men kreativman. Bola endi nima qilamiz? Qishloqda bego'shdan yo'q chiqaman. Archa qolsa mashitda urab chiqaman. Bola bedroshdan qilaman albatta, chunki eng yaxshi bedrosh. Mana endi itga kelolmaydi. O'zi bedroshdan ham yo'qolsam bo'lardi, lekin mayli, bedroshdan yo'qoray. Bolam tezroq bedroshdan yo'q chiqish kerak. Shu qavat qilsam yetashadi, chunki bu katta bo'lmaydi. Tezroq bitta tezroq yomg'ir yog'ib ketdi. Yomg'ir to'xtatsa men kuzatishim mumkin. Yana video yoqaman. Video yoqish. Ko'pga xabar lekin tagi mana deblarni ko'rinib qoladi. Shuning uchun qurbolgandan keyin video yoqaman. Tak bolalar, men hammasini o'rab oldim qishloq. Butunlay emas, buyog'ini o'radim va bilim aytishimda yuribdi. Bola, men hamma yo'lda o'ramasam ham o'radim taq-taqda. Hamma yo'lda o'ramadim, jichasini o'radim, lekin ashincha politsiya chaqirdim bola. Mana sizlar bilan. Siz bola ashincha politsiya. Boru ana mahbus uchun kelishgan keladi. Hamma bola, endi biz yag'ini kompyuter o'ynaymiz. Ketdik, biz kompyuter o'ynab o'tiramiz, politsiyalarni.
Böyle işler ketaveraylik. Bir de buyog'i sizlarning ishingiz emas. Biz o'zimiz hal qilamiz. Ketdik. Uyga ketdik. Ko'ntir. Tak, sen ushladikmi, Mahmud? Yo'q, jin ursin. Sizlar qanday kelib qoldinglar? Biz seni albatta ushlaymiz, ketdik qamoqxonaga. Mayli, ketdik.